Shohriz aka, men Davernus orqali boshqaradigan mashinamda chet davlatga yoki MDH davlatga chiqmoqchi bo'lsam, o'sha Davernus bilan chiqa olamanmi, chiqa olmayman? Yo'q, endilikda siz oddiy ishonchnoma bilan chiqa olmaysiz. Ishonchnomada albatta MDH davlatlarga yoki bo'lmasa xorijiy davlatlarga chiqish mumkin degan band qo'shilgan bo'lishi kerak. Demak, o'sha band bo'lmasa men chiqa olmayman, to'g'rimi? Chiqa olmaysiz. Xo'sh, bu ishonchnoma qanday olinadi? Uni qayerdan olish mumkin? Keling, bu haqida mutaxassisdan batafsil so'rab javob olamiz. Bunda bir nechta farqlari bor. MyGo.uz orqali olinganda u faqat O'zbekiston hududida amal qiladi, ya'ni chet elga amal qilmaydi. Ikkinchisi, yaqin qarindoshlar o'rtasida sug'urta bilan kiritgan holatda boshqarish huquqi mavjud va bu ham faqat O'zbekiston hududida. Lekin siz Qozog'iston hududiga o'tdingizmi, u qo'lingizda qog'oz bo'lmaydi. Ya'ni unda faqatgina notarial tarzda tasdiqlangan ishonchnoma orqali chiqa olishingiz mumkin hisoblanadi. Hozirgi kunda MDH yoki chet el davlatlarida boshqarish huquqi kiritilgan bo'lsagina chiqarishga ruxsat berishyapti. Fuqarolik kodeksi bo'yicha ishonchnoma beruvchining og'zaki so'zlariga ko'ra to'ldiriladi. Agarda ishonchnoma beruvchi buni so'rasa, iltimos qilsa yoki talab qiladigan bo'lsa, MDH davlatlarida yoki dunyoning boshqa davlatlarida boshqarish huquqini beradi degan so'zlarni kiritib berilishi mumkin. Maslahat berardim fuqarolarga, agarda dunyoning boshqa davlatlariga o'ziga tegishli bo'lmagan avtomashinani ishonchnoma orqali boshqarib olib chiqayotgan bo'lsa, o'sha davlatga yoki o'sha davlat tushunadigan tilga notarial tartibda tarjima qilib olib chiqishdi. Tarjima qilib olsa, o'sha Davernus va uning tarjimasi bilan o'sha hududda muammoga duch kelmaydi va boshqarish ham bemalol bo'ladi. O'sha davlatda o'sha yo'l patrul xodimlari buni tushunmasa yoki boshqa qilsa, u yoqda uni tarjima qilish unga ancha qiyinchilik tug'diradi. Bu majburiy emas, maqsadga muvofiq o'zimizdan chiqib ketguncha qildirgan yaxshi. 2026-yilgacha barcha avtomototransport va ko'chmas mulk bilan bog'liq ishonchnomalar maxsus gerbli blankada berilardi. Hozirgi kunda fuqaroning so'roviga, iltimosiga ko'ra gerbli blankada berilishi ham mumkin. Gerbli blanka emas, oddiy qog'ozda ham berilishi mumkin va ikkalasida ham aniq maxsus QR kod bo'ladi. Hozirgi kunda elektron murojaat qilish ham mumkin bo'ldi. Ya'ni siz mulk egasi Amerikada bo'lsa, onlayn tarzda murojaat qilib ishonchnoma olishingiz mumkin. Onlayn tarzda murojaat qilganda notarial idoraga kelmaysiz. E-notarius sayti orqali notariusga murojaat qilasiz. Notarius siz bilan onlayn bog'langan holatda harakatni amalga oshiradi va ushbu ishonchnomani PDF-ni bazaga yuklab beradi. Va sizni talabingizga ko'ra siz istagan hududga yoki siz istagan manzilga ishonchnomaning aslini pochta orqali yuborishi mumkin. Onlayn tarzda murojaat qilinganda ham o'sha MDH yoki dunyoning boshqa davlatlarida boshqarish huquqini berish to'g'risidagi ma'lumotni ishonchnoma matniga kiritishni iltimos qilsa, ushbu onlayn tarzda bo'lganda ham buni kiritishning imkoniyati bor. Yana bir savolga aniqlik keltirib ketsak, mazkur bandni qo'shish uchun notarial idoralarga qo'shimcha to'lov to'lanishi kerakmi yoki o'sha bitta umumiy ishonchnomani to'lovini ichida bo'ladi? MDH yoki dunyoning boshqa davlatlarida boshqarish huquqini kiritganligi uchun alohida to'lov mavjud emas. Video manfaatli bo'lishi uchun chet davlatga mashinada chiqadigan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Bizga obuna bo'ling, like, podpisatsiya, kommentariy yozib qo'ying.